Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimizga qatnovi yo'lga qo'yilgan. Xuddi shu yo'nalish bo'yicha siz Moskvadan Toshkent avtovokzaliga qaytib kelishingiz mumkin. Haftada 2 marotaba seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da xuddi shu ko'rib turgan joyingizdan avtovokzalning peron qismidan jo'nab ketadi. Sizga ham ishonchli, qulay hamda hamyonbop bo'lgan bilet narxlari kerak bo'lsa, Toshkent avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatda ofis hamda kassalarimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki qarshingizda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni bron qilib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi efirlarda ko'rishamiz.